Bu videodan keyin aniq o'zimga o'zim minus bo'ladi. Klientlarim kamayib ketishi mumkin. Biz o'zimizda kafil sohasidamiz, mana shu yerga nima qilaykin degan savol bo'lyapti. O'zi o'yinda ikkita karta bor edi. Birinchisi bruschatka, ikkinchisi kafil. Hozir o'yinda 3 ta karta. Shu 3-karta bilan birinchi kartani solishtiraman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, gap nima haqida ketayotganini tushuntirib beraman sizga. Ali, toshkilam yoqtimabdi boring. Bitta Michael Jackson bo'lib hamsirpani ko'rishga. Sirpanmayaptimi? Do'st, hamsirpani ko'rishsam, zabardast, baquvvat. Bundan tashqari mana darvozaxonaga kirish va shim, bestik. Ko'chada kirish ham bestik asfalt bilan. Mana ko'p. Sayqallar bilan, kafillar bilan toshkilamni ulanishini ko'rsanmi? Bu ham zabardast. Mana gullarlarga vobshe poplab qo'yishdi deb qirralariga olib kelib qo'yishdi. O'zi rahmat lekin yo'qdinglar. Darvozaga bunaqa unikal dizayn sizda bo'ldi. Mashalloh. Hozircha hali buni davom etib bo'ladi. Inshaalloh. Aka, yana bitta savol sizga. Ustalarga bular o'rgata olasizmi? Gap yo'q. Toshkent Prara profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu jarayonlari haqida, yoritilish sifati xudo xohlasa pulni ochib beriladi. Qisqa qilib aytganda, men o'zim uyimga mutaxassis sifatida Toshkentni tanladim. Obuna bo'lishingiz chiqmasa, maslahat beramiz.